Salom do'stlar, sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi videoroligimizda biza nima qilamiz? Bugun hozircha kanalimizga yangi qo'shilganlar like bilan tartibga tugmasini bosib qo'ysin. Bundan ham qiziqarli videolarimiz chiqadi. O'tgan safar kichik orolda tirik qolish degan birinchi qismi chiqdi. Endi shuni ikkinchi qismini chiqaryapman. Uni ham ko'rib o'tinglar, kanalimda bor. Yana nima demoqchiman? U kanalga Abdulloh bilan qo'ydik u videoni, ukam bilan, ya'ni endi bu videoni o'zim qo'yibman. Birinchi qiladigan ishimiz hozir bizni shu joyga kirib olamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana sandig'imiz. Shuncha narsamiz bor, sandiq to'ldi уже. Bitta mobizen olib turib, sandiq yasashimiz kerak, daraxt kerak bizga. Mobizenda yonimda bor ekan. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, masjidni hozir biz yo'q qilib tashlaymiz, olib tekisga qilamiz. Mana do'stlar, bugun bir kunimiz kechikirdi, endi 17 kun qoldi. Hozir biz uxlab olamiz. Nomi ham yubordi. Birinchi kun o'tdi, ikkinchi kun o'tdi, uchinchi kun o'tdi. Bugun ham 4-kunga qarab olgandik. Sandig'imiz bor edi, sandiqqa qo'yib ketamiz. Hozir sandiq bor edi. Ana yo'q, buni o'chiramiz. Yonrog'iga qo'yamiz. Mana qo'yildi. Ko'rdik. Yana biz boshlaymiz. Shu yerda hozir ko'rsatib o'taman qancha qolganligini. Mana hali ancha bor. Shu ko'proq menimcha orqa tarafi yarimiga ham chekamiz yo'q. Oy. Do'stlar, yana boshladik. Hozir do'stlar, hamma blok g'ishlarni bu yerga qo'yib chiqamiz, bu sandiqqa. Hammasini sandiqdan topib olamiz. Mana do'stlar, hammasini olish kerak. Keyin biz ularni uy qurishga sotamiz. Kim bilan desanglar, Abdulloh ukam bilan boshlaymiz. Hozir esa biz bundan hamma g'ishlarni olib qo'yib chiqamiz. Bunda bo'sh. Hozir bloklar o'ta ham ko'p. Bir stakdan nechtadir bor, sanab chiqishga hozir vaqt yo'q. Mana ko'ryapsizlar. O'tin ham bor ekanmizda. Mana o'tin ham ko'p. Endi biz bu yerni voy bu narsa chiqishi mumkin yana. Lekin mana sandiq to'lishi mumkin. Boshladik do'stlar. Mana do'stlar, endi o'zimizga kerakli narsalarni bu yerga qo'yib olamiz. Masalan, nima kerak emas bizga? Hamma bloklar kerak emas. Keyin bu sandiqqa o'tib bloklar kerak yo'q. Hamma qilich, bolta, o'raq, kirka narsalarni olib boshqa sandiqqa qo'yamiz. Bu yerda faqat boshqa narsalar kerak bo'ladi. Qo'yib o'tamiz. Hamma kerak emas narsalarni. Yo'q, bitta qanaqa cho'piga qo'yamiz. Mana do'stlar, hamma shu yerda. Bunga mana bu daraxtlarni o'tkazib olamiz, cho'plarni. Endi bunga o'zimizga kerak bo'ladi-ya. Faqat hozir kirka kerak bo'ladi. Keyin lapak kerak bo'ladi ko'proq. Qo'yganlarni mana boshladik do'stlar, yana biz. Mana do'stlar, уже trasa kam qoldi. Endi biz yana bir bor uxlamasak bo'lmaydi. 4-kunni ham o'tkazib oldik. Endi hozir biz uxlashdan avval bu yerga hamma bloklarni solib chiqamiz. Bizga hozir blok kerak emas.
Lapak kirkalar ham sinib ketyapti. Kirka. Lapaklarni hammasini olib olamiz o'zimizga. Kirka ana bo'ldi. Endi biz uxlamasak bo'lmaydi. Sandig'idagi divan oldik. Do'stlar, bu 4-kunni ham o'tkazib oldik. 5-kunga qarab ketmoqchimiz asosan. Yana endi 5-kunni ham o'tkazib oldik. Qo'yib chiqamiz. Keyingi videolarimizda ham bularni uy qurish, boshqa hali video ko'p chiqadi, qismlari ko'p chiqadi buni. Shuning uchun biz boshladik. Mana do'stlar, jichcha qoldi. Bu mehnatimizga yarasha endi like bilan pastga tugmasini bosmaganlar bo'lmasa kerak. Bosib tas bosib tashlanglar, sizlardan iltimos. Fevralgacha 1K bo'lishimiz kerak, ya'ni 1 millionga bo'lishimiz kerak. Shuning uchun men videolarni to'xtatmayman. Videolarni to'xtatmasdan bosib qo'yaveraman. Bu yer o'ta katta joy bo'ldi, ham bloklar o'ta ko'p bo'ldi. U Abdulloh ukamiz nimaga chiqmaganligini kimdir so'ragan bo'lsa, videoni aytib o'tib ketaman videoda. U muammolar bor ekan, shuning uchun chiqa olmadi. Men o'zim qilib o'tiraman. Do'stlar, bu yerda to'xtatmayman, shuning uchun boshladik. Yana bir yangilik do'stlar. Bu videomizdan keyin yana bir video qo'yib o'taman. U videolarimiz ham qiziq chiqadi. Nomi men bir kichik orolda tirik qolish degan bo'ladi. Boshqa Minecraft degan, Craftsman degan o'yinlar bor. U bilganlar biladi, bilmaganlarga aytib o'taman. Shunga kirib biz otdan foyda o'ynaymiz. Keyin sniper mod qo'shiladigan bo'lsa, sniperlar boshqa videolar qo'yib o'tamiz. Ularda ham ko'rib o'tasizlar. Hozircha biz shularda o'ynab turibmiz. Sekin ularga ham o'tamiz do'stlar. Bu yer ham bitib qoldi. Bizga ya'ni 2 kishi kerak bo'ladi. Agar kim men bilan birga o'ynamoqchi bo'lsa, fikrlarga yozib qoldiringlar. Men ham o'ynamoqchiman siz bilan. Men ham fikr bo'lmoqchiman deganlarga sizlarga hozir ko'rsatib o'taman, asliga ko'rsatib o'taman. Kommentariyaga nima qilishlarimni yozib qoldiringlar. Hech kim hozircha yozmayapti, shuning uchun o'zim bilgan qilib turibman. Ha do'stlar, bu yer mana xuddi o'tgan videoda ko'rganingizdek bu yer o'ta katta joy edi. Hammasini olib tashladik. Endi biz bu yerda nima qilamiz? Mana yonimizda kichkinagina orol paydo bo'ldi. Bu orol, keyin bu orol. Boshqa joy yo'q. Bu yoqqa o'tsak bor bo'lishi mumkin, lekin mana biz mana shu yerda uylar qurishni davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, hozir biz sandig'imizga kerakli narsalarni qo'yib o'tamiz endi. Bu kerak emas, bu yo'q aslida. Bularni bu yerga qo'yishimiz noto'g'ri. Mana do'stlar, mana endi o'zimizga blok olamiz. Hamma blok kerak bo'ladi bizga. Buncha xuddi katta joydan shuncha blok chiqdi. Menimcha bu yerda mingtadan ko'p blok bor. Har xil ekan bloklar. Blok degan aytganingiz uncha noto'g'ri. Bu yerda loy, qum,
bugun tosh. Ko'proq bu yerda qum bilan tosh ekan. Keyin liqa ham bor. Mana cho'lli qumi bor. Mana bu narsalarni ham topganmiz. Cho'l tugalarida mana o'ta ham katta joy bo'ldi. Bu yerga biz uy quramiz. Keyingi videolarda ham chiqaraman. Hozir biz bu yerga to'y bo'cha qilib boshlaymiz. Tekis qilib olishimiz kerak. Loydan quraveraylik. Loydan yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Qolgan yog'ini buzib tashlayman men. Yo'q, hozir blok ko'p ketib qolar ekanda unda. Hamma zarar yo'q, shu yerdan boshlab uyni tomoni qurilaveradi. Bu yerdan boshlab shu yergacha qilinsa ko'rsatib o'taman hozir sizlarga. Bu yer birinchi joy bo'ladi. Katta uy bo'ladi bu yer. O'ta ham mana keyingi joyi mana shu yer. Ko'rib o'tganingizdek keyingi joyi mana shu yer bo'ladi. Yo'q, mana bu yer bo'ladi. Buzish shart emas. Mana do'stlar, uyimizni perimetrini ham qurib oldik. Endi bu videoda menimcha tugatishga vaqt keldi. Keyingi safar shu videoda bilgandek keyin 3-qismi ham chiqadi. 3, 4, 5 qismlar chiqadi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qanaqa kimga nima qilishni bilmaydi, nima qilmoqchilar, aslardan bizga ko'rsatsangiz, men sizlarga yasab o'taman. Mana do'stlar, bu yerga non ekmoqchi edik, mana oy botishi. Menga ham shu quyosh botishi, oy botishi yoqadi. Oy botmaydi-ku, adashib ketdim, deydi-yu. Quyosh botishi. Biz 6-kunga o'tib qo'ymoqchimiz. 6-kunga o'tib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek do'stlar, bugungi video roligimiz ham tugab bormoqda. Sizlar bilan men o'sha Asadbek bo'ldik. Bugungi video roligimizda mana nima desam bo'ladi? Kichik orolda tirk qolish birinchi qismi edi, bu ikkinchi qismi. Endi bu bunaqani tugatdik. Endi 3-qismida perimetrini qurdik. Yer qulab, bu tekis yer qilib, bilan xudo xolisa keyin kun bilan davom ettiraman. Qolgan yerlarda ham joy egallab olamiz. Demak, bu hozir 6-kun. 6-kun bugungi kun. Hozir o'lib qolishim mumkin, chunki hamma narsalarni solib o'taman bu yerga. Menga shu tavsiya, o'zimga yoqqani. Kimda kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, yana aytib o'taman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, izohlarga, ya'ni yozib qoldirsanglar men sizlar bilan bog'lanaman, birga o'ynaymiz. 3 kishi bo'lamiz, balki 4 kishi bo'larmiz. Kimda kim ulanmoqchi bo'lsa, kommentariyaga izohlarini yozib qoldirsin. Biz o'tamiz u yerga. Yana aytgancha yana takrorlab o'taman. Biz fevralgacha 1-2, ya'ni 1 millionta bo'lishimiz kerak. Sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman. Faolroq bo'linglar. Do'stlar, mana bugungi video ham tugadi. Sizlar bilan Asadbek bo'ldi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr, hamma sog' salomatlikda ko'rishaylik. Sizlar bilan men Asadbek.